Qisqasi, Hindistonda Lionel Messini ustidan rostakamiga kulib tashlashdi. Avvaliga unga atab 20 metrlik deyarli Messiga o'xshamaydigan haykalni ochishdi. Minglab odamlar u bilan uchrashuvlarda palapartishliklarni yuzaga keltirishdi. Kalkutta shahri stadionida uni barcha o'rab oldi. Stadionga tushganlar esa sotib olgan chiptalarga rozi bo'lmasdan butun infratuzilmani vayron qilishdi. Messini xo'rlashyaptimi deb yozilgan mana shu videoga ham ko'zingiz tushgandir. Mahalliy siyosatchi va Messi birgalikda to'p tepishdi. Siyosatchi esa ataylabdan dunyo futboli yulduzini yugurtirish uchun to'pni goho u yoqqa, goho bu yoqqa tepib, pulini olgandan keyin yugurasan-da degan ma'noda harakatlarni amalga oshirdi. Messining o'zi esa hammasiga kulib qo'ydi. Kimdirlar Messi bilan uchrashgan Bollywood yulduzlari uni mensimaganlikda ayblagan bo'lsa, boshqalar Messi va uning do'stlarini olib yurgan kichkina mashinaga e'tibor qaratishdi. 8 karra oltin to'p sohibi mashinaning 3-qatoridan bir amallab joy olganini ko'rishimiz mumkin. Bosh yulduz Messiga-ku mana shunaqangi e'tibor. Unga hamrohlik qilayotgan Inter Miami'dagi jamoadoshlari Luis Suarez va Rodrigo de Paulga bo'lgan munosabatni-ku aytmasak ham bo'ladi. Xullas, Leoning Hindistonga sarguzashtlari salkam xo'rlanishlar bilan o'tyapti. Lekin anchagina quvnoq kayfiyatda.